O'zbekistonda yangilik qilib tomlarda 5 xil narsadan yopib berishyapti. Nima afzalliklari bor deganda, tashqarida issiqni ichkariga kirgizmas ekan, ichkarida issiqni tashqariga chiqarmas ekan. Bir boshda aytadigan bo'lsak, setka solinar ekan, setkadan keyin falga, falgadan keyin bazat va bunaqa setkalarimiz ham solinar ekan. Shunda tashqarida issiqni, ichkarida issiq sovuqlikni zo'r holatda ushlab berar ekan. Narxi nech pul deganlarga 280 ming so'mdan boshlab 630 ming so'mgacha chiroyli holatda qilib berilar ekan. Profilda o'zidan oddiy yopib bering desalaring 280 ming so'm qilib berilar ekan. Endi qolgan narsalar qo'shiladigan bo'lsa, narx-navolari qo'shilib boraverar ekan. Bu ko'rib turgan joylarning to'yxonaga qilib berilgan 37 metrga 17 metr bez ustunsiz chiroyli holatda qilib berilgan. Bir oy davomida 12 ta ustakamiz ishlab 32 ming dollarga chiroyli holatda tayyorlab berishgan. Ham arzon, ham sifatli chiqqan. Bundan tashqari yonlarga lesan qilib berishgan. Bu yorug'lik kiradi, lekin undan tashqari shamol qolgan narsalar ushlar ekan. Fortishkalar ham qo'yilgan, havo alishtirish tomonlama. Pastda nomerlar qoldiramiz. 14 ta viloyatga chiroyli holatda Ravshan Medon nimsalarni chiroyli qilib berishadi.